sovuq choy yana. Ha, issiqda issiq choy ichmaysiz-ku, muzdakina choy damladim-da dadasi. Kunlaki yomonsa deya tavba qildim. Dadasi. Bir ko'chaga aylantirib keling, zerikib ketdim uyda o'tirib. Nima men seni ko'chada aylantirib kelishim kerak? Nimasan? Itmisan? Itlarni ko'chada aylantiradi. Nima unaqa qaraysan? Daraxtiga borib, daraxt yiqilsa ushab qolaman deydi kuchlar ko'rganmisan? Ko'chada aylanib yurgan xotinlar xotinini nima itday aylantirib yuradimi? Sen shunaqa gapirding-da, aylantirib keling deb. Ko'chaga aylangani chiqaylik deydi. Ha, ko'chaga aylangani chiqaylik. Parkka boring, zaparkka boring. Bir romantika qiling, xotin aylanib kelaylik. Seni zaparkda qarindoshlaring ko'p, olib qolishadi. Jinnimisan? Dadasi jahlimni chiqaryapsiz-da. Ishqaqa olib bormaysizmi? Yo'q, mana menga qara. Men bekorchi emasman sen o'ylaganingdek. Ishlarim bor meni qiladigan. Firmalarga borishim kerak, hujjatli ishlarim bor. Mana soat 11 bo'ldi. Hali ham yotibsiz, choy ichib. Maylimi, birda keldim kechqurun. Ha? Birgacha ishlasam. Yotsam dam olishga haqqi bormi erkak kishini ham? Yil bo'yi molda ishlab 2 soat itda uxlashga haqqi bormi erkak kishini ham? Ha, qishloqda vohli turardingiz. Soat 2 da uxlasangiz ham, 3 da uxlasangiz ham. Endi qishloq u boshqa, shahar boshqa. Shaharli bo'lib qoldingizmi? Mayli. Bo'pti. Bo'lmasam, men Alenkiga boraman. Basseynlarda mazza qilib cho'milib kelaman. O'zimni xuddi toqqa borib, dam olib kelgandek his qilib kelaman. Xo'sh, Abdalla. Esi joydami? Odamni sharmanda qilaverma, kelinlikka boraverib, g'izillab. Nima sharmanda qilaman? Ali opingiz o'g'limi? Hop. Daryoni opamni qizi deb, hamma topgan pulingizni chochdingiz, jiyanim deb, a? Qizim bo'ladi dedingiz. Demak, Ali ham o'g'lingizdek. Men qaynona sifatida, ona hisobidaman dadasi. Borsam borimman-da. Borib meni sharmanda qilmagina o'sha Abdalla jim o'tirgan uyda. Mana misol uchun qaynona hisobida. Seni ham oying bizaniki kelsa meni jahlim chiqadimi? Chiqadimi? Chiqadi. O'shaning uchun sen ham ularni jahlini chiqarmasdan. Yaxshi ham onam o'lib ketgan. Senga muhtojman 122 qismning oldindan ko'rinishida. Menimcha, eng qo'rqinchli narsa endi Daryo bolani qaytarib oladimi yoki Gozal uni o'zida saqlab qoladimi degan masala emas. Juda kichikdek ko'ringan bir detal butun voqeani boshqa tomonga burishi mumkin. Gozal bolaning tinmay yig'lashidan shu qadar holdan toyadiki, uni uxlatish uchun dori haqida gapiradi. Ali so'raganda esa u oldin ham bolaga shu doridan berganini aytadi. Shundan keyin eng og'ir savol bolani kim ko'proq sevadi? Emas. Savol boshqa. Ali hali ham Gozalga bolani yolg'iz qoldirib ketadigan darajada ishonadimi? Men ertasi kuni Ali darhol baqirib chaqirmasligini tasavvur qilaman. U dorini stol ustiga qo'yib oddiygina "Bolaga qancha berding?" deb so'raydi. Gozal ozgina deydi, Ali esa ozgina degani qancha deb yana aniqlashtiradi va aynan shu juda sokin savollar uni battar asabiylashtirishi mumkin. Chunki Gozalning quloqiga bu endi erning xotinidan xavotir bilan so'rayotgan savoli bo'lib eshitilmaydi. Go'yo kimdir uning bolaga qarashga qodir yoki qodir emasligini tekshirayotgandek tuyuladi. Gozal darhol qarshi chiqishi mumkin. Sen meni bolaga ataylab zarar yetkazdi deb o'ylayapsanmi? Ali albatta bunday demoqchi emas, lekin u bir necha soniya javob bermay qolsa ham. Gozal o'zi uchun javob chiqarib bo'ladi. Menimcha, uning eng og'riqli joyi ham shu. Daryo undan nafratlansa, odamlar gapirsa, u chidashi mumkin, ammo agar Ali ham uning ona sifatidagi qobiliyatiga shubha qila boshlasa, bu Gozalning eng chuqur gururiga tegadi. Keyin Layli odatdagidek bolaga qarash uchun keladi. Balki aynan u birinchi bo'lib chaqaloq odatdagidan uzoq uxlayotganini, kamroq emayotganini yoki uyg'otganda sekinroq javob berayotganini sezadi. Layli buni doridan deb qat'iy ayta olmaydi. Gozalni ayblashga ham jur'at qilmaydi, lekin jim turish ham unga qo'rqinchli tuyuladi. Shuning uchun u tashqariga chiqib Aliga telefon qiladi. Ali aka, uyga kela olasizmi? Agar Gozal Laylining koridorga chiqib yashirincha telefon qilayotganini ko'rsa, vaziyat birdan o'zgaradi. U butun suhbatni eshitishi ham shart emas.
uning ko'ziga Layli o'zi haqida Aliga hisobot berayotgandek ko'rinishi mumkin. Shunda Gozalning boshida juda xavfli bir fikr paydo bo'ladi. Ular yana bir xato qilishimni kutishyaptimi? Odam uyqusiz, holdan toygan va eng qadrli narsasini yo'qotishdan qo'rqayotgan paytda oddiy qarash ham, qisqa telefon qo'ng'irogi ham fitnadek tuyulishi mumkin. Ali uyga qaytadi, bolaga qaraydi va uni tekshirtirishga olib borishni taklif qiladi. Ota sifatida bu juda tabiiy. Agar bola qandaydir dori ichgan bo'lsa va miqdori noma'lum bo'lsa, shifokorga ko'rsatib qo'yish, taxmin bilan o'tirishdan ko'ra to'g'riroq, ammo Gozal bu gapdan boladan xavotirdaman degan ma'noni emas. Men senga ishonmayman degan ma'noni eshitishi mumkin. Bola yaxshi-ku. Men faqat shifokor ko'rsin deyapman. Keyinchi? Keyin menga bola bilan yolg'iz qolma deysanmi? Agar Ali yana jim qolsa, menimcha, Gozal o'zining eng katta qo'rquvi ro'yobga chiqayotganiga ishona boshlaydi. U hatto o'z uyini begona his qilishi mumkin. Layli bir tomonda, Ali bir tomonda, o'zi esa go'yo hamma kuzatayotgan yagona odam va aynan shu paytda voqea Daryogacha yetib borishi mumkin. Men bu yerda Daryo darhol Gozalning oldiga borib, uni qo'yishini istamas edim. Bu juda oson va oldindan ko'rinadigan yo'l bo'lardi. Daryo aksincha, avval Aliga qarashi mumkin. Uning shu darajada holdan toyganini bilib turib nega bolani u bilan yolg'iz qoldirding? Ali bunga oson javob bera olmaydi. Oldingi qismda bola yig'laganda Daryo uni bagriga olib, juda tabiiy tarzda tinchlantira olgani ko'rinadi. U hatto bolaning o'zini sog'inganini aytadi. Keyin esa u Alini ajrashish masalasini tezroq hal qilishga undaydi, chunki shunda bolani qaytarish osonroq bo'lishini o'ylaydi. Demak, Daryo endi chetda turgan odam emas, uning bolaga bo'lgan bog'liqligi allaqachon juda chuqur. Ammo bu safar Daryo Alini ham ayblasa, menimcha, uning obrazi ancha hayotiyroq chiqadi. Gozal bunga bardosh bera olmayotganini bilarding. Shunga qaramay hammasini chozib yuraverding, endi nima bo'lganiga hayron bo'lib turibsanmi? Bu gap Ali uchun og'ir bo'ladi, chunki u uzoq vaqt ikki tomonning o'rtasida turishga urindi. U Gozalni ham yo'qotishni istamadi. Daryoni ham boladan butunlay ajratib qo'yishni xohlamadi. Vaqt yutsa, bir yechim topiladi deb o'yladi. Lekin ba'zan vaqt yutish mojaroni kamaytirmaydi. U faqat har bir odamni boshqacha holdan toydiradi. Menimcha, eng katta portlash shifokorxonasida yoki klinikada bo'lishi mumkin. Ali shifokor bilan gaplashyapti. Layli tashqarida. Gozal esa beshik yonida o'tiribdi. Shu qadar charchaganki, gapirishga ham holi yo'q. Aynan shu paytda Daryo shoshilib kiradi. U boladan xavotirda bo'lgani uchun beixtiyor, bolam qanday? deb yuborishi mumkin. 2 so'z, bolam. Gozal darhol unga o'girilib qaraydi. Seniki. Daryo o'zining beixtiyor aytib yuborganini tushunishi mumkin. Lekin u endi bu bola o'zi uchun hech narsani anglatmaydi deb ko'rsatishga ham tayyor emas. U shunchaki, hozir janjal qilishning vaqti emas, deydi. Lekin Gozal uchun aynan shu gap battar og'ir eshitiladi. Go'yo Daryo uning ustidan turib, qanday tutish kerakligini o'rgatayotgandek. Sen shu kunni kutganding, to'g'rimi? Hech kim bolaga biror narsa bo'lishini xohlamaydi. Lekin sen mening muvaffaqiyatsiz bo'lishimni xohlaysan. Ali aralashsa, Gozal yanada qattiq portlashi mumkin. Sen uni himoya qilma. Menimcha, shu daqiqadan boshlab dori masalasi ikkinchi o'ringa tushadi. Gozalning asl yarasi ochilib ketadi. U faqat Daryo bolani olib qo'yishidan qo'rqmayapti. U Daryo asta-sekin ona degan o'rinni ham uning qo'lidan tortib olayotgandek his qilyapti. Daryo bolani qanday tinchlantirishni biladi. Layli Daryoga ishonadi. Ali esa Gozalga shubha bilan qaray boshlagan. Bularning hammasi Gozalning boshida bitta rasmga aylanadi. Meni almashtirishyapti. Agar Ali shu paytda juda oddiy gap aytsa, sen uyga borib dam ol. Bu yerda men bilan Layli qolamiz.
Gozal uni butunlay boshqacha eshitishi mumkin. Endi senga ehtiyoj yo'q. Menimcha, u darhol yig'lamaydi. U uyga qaytib, bosh beshik oldida bir muddat turib qolishi mumkin. Sut idishlari, bolalar kiyimlari, mayda buyumlar hammasi joyida. Faqat bola yo'q. Shunda Gozal og'zi tushishni istamagan bir haqiqatni ko'ra boshlashi mumkin. U bolani og'zida saqlab qolishga qanchalik qattiq urinayotgan bo'lsa, shunchalik holdan toygan holatda xato qilyapti va aynan shu xatolar boshqalarga uni boladan uzoqlashtirish uchun sabab beryapti. Ali ham g'olib emas. Agar u Gozalni bola bilan yolg'iz qoldirmaslikka qaror qilsa, Gozal buni erining eng katta xiyonati deb qabul qilishi mumkin. Agar Ali dorini bilib turib ham oilam buzilmasin deb hech narsa qilmasa, keyin bolaga biror narsa bo'lsa o'zini kechirolmaydi. Shundan keyin, menimcha, uchta kuchli yo'l paydo bo'lishi mumkin. Birinchi ehtimol, Ali vaqtincha Gozalning bolaga yolg'iz qarashiga ruxsat bermaydi. Bu qaror ularning nikohini ajralish chegarasiga yanada yaqinlashtirishi mumkin. Ikkinchi ehtimol, Gozal hamma bolani undan olib qo'ymoqchi deb o'ylab, chaqaloqni o'zi bilan olib ketadi. Shunda Ali ham, Daryo ham chinakam vahimaga tushadi. Uchinchi ehtimol esa tashqaridan tinchroq ko'rinadi, lekin undan ham xavfli bo'lishi mumkin. Daryo ataylab chekinadi, bir necha kun ko'rinmaydi. Bolani ham so'ramaydi, lekin aynan shu sukut Gozalga Daryo kattaroq bir qadamga tayyorlanyapti degan gumonni beradi. Meni eng ko'p qiziqtirayotgan narsa kimni ona deb atashlari emas, asosiy savol boshqa. Shu voqeadan keyin Ali Gozalga hali ham himoya qilishi kerak bo'lgan xotini sifatida qaraydimi yoki bolani himoya qilish uchun undan ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan odam sifatida qaray boshlaydimi? Agar siz Alining o'rnida bo'lsangiz, nima qilardingiz? Bolani xavfsiz saqlash uchun vaqtincha Gozalning yolg'iz qarashini cheklarmidingiz yoki uning aynan eng zaif, eng charchagan payti ekanini tushunib, yonida qolib yordam berarmidingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Chunki Alining hozir chiqaradigan bittagina qarori Gozal, Daryo va hatto Laylining ham bu bola atrofidagi o'rnini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Alining Gozalga bo'lgan ishonchi dori masalasidan keyin dars ketayotgan bir paytda, menimcha, voqeaning eng nozik joyiga Layli kirib keladi. U hech kimning bolasini tortib olmoqchi emas, hech kimning oilasini buzishni ham istamaydi, lekin aynan faqat bir marta yordam beraman degan niyat uni keyinchalik hamma oldida javob berishga majbur qilishi mumkin. Tip 121dagi gaplardan ko'rinishicha, Layli uyga oddiy enaga sifatida kirishi mumkin, lekin yashirin niyat bundan kengroq. U bolani Daryoga ko'rsatib turishi, hatto tashqariga olib chiqqanda uchrashtirish kerak. Eng xavfli tomoni shuki, Gozal bu rejaning asl maqsadini bilmasligi mumkin. Men bu uchrashuvni katta janjal bilan emas, aksincha juda sokin tasavvur qilaman. Bir kuni Layli bolani sayrga olib chiqadi. Oldindan kelishilgan joyda Daryo kutib turadi. U uzoqdan aravachani ko'rishi bilan qadami tezlashadi, lekin yaqinlashgach birdan sekinlashadi, go'yo birdan yugurib borishga ham haqqi yo'qdek. Layli hech narsa demaydi, faqat bolani ko'tarib Daryoning qo'liga beradi. Daryo bir necha soniya gapira olmay qolishi mumkin. Bola avval biroz bezovta bo'ladi, keyin uning ovozini eshitadi. Daryo sekin, "Jonim, men keldim", deydi va bola tinchlanadi. Menimcha, aynan shu sokinlik Layliga qattiq ta'sir qiladi. U shu kungacha bu ishni Ali aka iltimos qildi. Daryo bolani sogingan degan oddiy sabab bilan qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin endi o'z ko'zi bilan bola Daryo bagrida tinchlanganini ko'radi. Shundan keyin uning ichidagi chegara siljiydi. Avval u Ali uchun yordam berayotgan edi, endi esa Daryoga ham achina boshlaydi. Bu juda katta farq. Daryo bolani yuzidan opadi, kiyimini to'g'rilaydi, qo'llarini ushlab uzoq qaraydi. Layli soatga qarab, "Endi ketishimiz kerak", desa, Daryo darhol bolani bermasligi mumkin. Yana 5 daqiqa. "Layli, Daryo, kelishuvimiz shunaqa emas edi. Faqat 5 daqiqa.
Bu yerda hech kim baqirmaydi, lekin Layli uchun bosim aynan shunda boshlanadi. Chunki 5 daqiqa o'tadi, keyin yana 5 daqiqa. Daryo har safar bir sabab topadi. Endi uxlab qoldi. Uyg'otmaylik. Birozdan keyin Layli esa bir narsani sezadi. Daryo bolani qaytarishni qanchalik kechiktirsa, bu endi shunchaki uchrashuv emas, ajralishga qarshi kichik qarshilikka aylanib boryapti. Menimcha, Daryoning bunday tutishini tushunish qiyin emas. U bola bilan uzoq vaqt yashagan, uni o'z bag'rida ko'targan, endi esa unga vaqt o'lchab berilyapti. 10 daqiqa, 20 daqiqa keyin bo'ldi. Daryo uchun bu insoniy jihatdan juda og'ir, ammo Laylining ham boshqa tomoni bor. Agar Gozal birdan qo'ng'iroq qilsa-chi, bola qayerda? U nima deydi? Mana shu savol birinchi marta Laylini qo'rqitadi. U Daryoga yaqinlashib, "Endi bering, iltimos", deydi. Daryo nihoyat bolani uzatadi, lekin ko'zidan yosh chiqishi mumkin. Layli hech narsa demaydi. Chunki aynan shu daqiqada u bitta haqiqatni tushunadi. Bu ishni bir marta qilish oson, lekin uni odatga aylantirishning oxiri yo'q. Uyga qaytgach, boshqa bir muammo chiqishi mumkin. Laylining yaqinlaridan biri undan so'raydi, "Qayerda eding?" Layli, "Bolani sayr qildirdim." Oddiy javob, ammo qarindoshi davom etadi, "Shuncha vaqtmi?" Layli yana nimadir topadi, yo'l uzoq bo'ldi. Balki shu paytda uning telefonida Daryo bilan tushgan surat yoki chaqaloqning videosi ko'rinib qoladi. Yaqini darhol tushunadi. Sen enaga bo'lib ishlayapsanmi yoki Daryoga bolani yashirincha olib borayapsanmi? Layli jim, bu safar yolg'on gapirish qiyinroq. U faqat bir marta deyishi mumkin. Yaqini unga ishonmaydi. Bir marta bo'lsa ham, Gozal biladimi? Mana shu savol Laylining eng nozik joyiga tegadi. Chunki javob yo'q. Yaqini, unda sen ham uni aldayapsan. Layli darhol, "Men bolani o'g'irlamadim. Men bunaqa demadim." Daryo faqat ko'rdi. "Unda nega yashiryapsan?" Layli bunga tez javob topolmaydi. Menimcha, uning ichidagi muammo aynan shu yerda boshlanadi. Yaxshi niyat bilan qilingan ish ham yashirin bo'lsa, odam bir payt kelib o'ziga, "Men yordam beryapmanmi yoki aldovning ichida yuribmanmi?" deb savol beradi. Keyingi safar Ali Layliga juda aniq ko'rsatma berishi mumkin. "Suratga olmang." Layli hayron qoladi. "Nega?" "Kerak emas." Daryo suratga olsa-chi? "O'chirtir." Layli telefonga qaraydi. Balki o'sha kuni Daryo bolani bag'rida ushlab turgan qisqa video allaqachon yozilgan. Ali buni ko'rib, "Buni o'chir", deydi. Layli bir oz jim qoladi. Keyin, menimcha, u Aliga juda oddiy, lekin noqulay savol berishi mumkin. "Ali aka, agar bu qilayotgan ishimiz to'g'ri bo'lsa, nega uni yashirishimiz kerak?" Ali darhol javob bermasligi mumkin, chunki Layli uni jinoyatda ayblamayapti. U faqat mantiqni so'rayapti. Ali, Gozal hozir buni tushunmaydi. Layli, keyin tushunadimi? Ali yana jim. Mana shu sukunatda butun muammo turadi. Ali o'zicha bola bilan Daryoning bog'lanishini butunlay uzmaslikka urinmoqda. Ehtimol, bu unga rahm-shafqatdek ko'rinadi, lekin Gozal tomondan qaralsa uning eri, enaga va Daryo uning ortidan kelishib olgan. Bu esa mutlaqo boshqa hikoya. Layli videoni o'chirishi mumkin, ammo menimcha, o'chirish tugmani bosish bilan tugamaydi. Uning ichida bir og'irlik qoladi. Chunki endi u faqat bolaga qaraydigan ayol emas, u Ali bilan Daryo orasidagi sirni ko'tarib yuribdi. Bu sir esa qancha odamni o'z ichiga olsa, shuncha tez yoriladi. Keyingi uchrashuvda Daryo ham chegarani yana surishi mumkin. "Ertaga ham olib kelasizmi?" Layli, "Bilmayman. Ali aka bilan gaplashing. Har kuni bunday qila olmaymiz." Daryo ranjiydi. "Men bolamni ko'rishni so'rayapman." Layli bu safar yumshoq bo'lsa ham qat'iy turadi. "Men ham sizni tushunaman, lekin ertaga hamma Layli bolani o'g'irlab yuribdi desa, nima qilaman?" Daryo jim qolishi mumkin. Bu gap unga ham yoqmaydi.
chunki oz dardining ichida u Laylining xavfini unutgan bo'lishi mumkin. Shu yerda Daryo ham kichik o'zgarish qilishi ehtimol. U Laylidan mayli. Unda qachon xavfsiz bo'lsa shunda deydi, lekin bola bilan xayrlashayotganda beixtiyor uning kiyimiga o'zining kichkina ro'molchasini solib qo'yishi mumkin, yoki Daryoning atiri bolaning kiyimida qoladi, ehtimol. U chaqaloqning yelkasiga oz uydagi yengil matoni yopgandir va shoshilganda Layli uni almashtirishni unutadi. Uyga qaytganda Gozal avval hech narsa sezmaydi, bolani bagriga oladi, keyin bir zum to'xtaydi, kiyimdagi hid begona. Gozal bolani yana hidlaydi, u bu hidni taniydi. Daryo, menimcha, mana shu joyda Gozal darhol janjal qilmasa, ancha kuchli chiqadi. U Layliga hech narsa demaydi, Aliga ham, faqat chaqaloqning kiyimini almashtiradi. Kiyim orasidan begona ro'molcha tushadi. Gozal uni qo'liga oladi, uzoq qaraydi, keyin sumkasiga solib qo'yadi. Shu kecha Ali uyga qaytganda Gozal odatdagidan sokin bo'lishi mumkin. Bola yaxshimi? deb so'raydi Ali. Yaxshi. Layli qiynalmadimi? Yo'q. Gozal boshqa hech narsa demaydi. Mana shu sokinlik Alini bezovta qilishi mumkin, chunki u Gozalning jahli bilan qanday gaplashishni biladi. Lekin Gozal hamma narsani tushunib, hali aytmayotgan bo'lsa, bu boshqa holat. Ertasi kuni u Layliga ham odatdagidek muomala qiladi. Bolani sayrga olib chiqasizmi? Layli bir soniya to'xtab, ha. Gozal unga bolaning sumkasini beradi, keyin juda oddiy qilib, kecha qayerga borgandingiz? deb so'rashi mumkin. Laylining yuzi o'zgaradi. Parkka. Gozal boshini qimirlatadi. Qaysi parkka? Endi savollar ketma-ket keladi. Layli javob berayotgan sari Gozal uning gaplarida mayda nomuvofiqliklarni sezadi, ammo hali ham Daryoga olib bording demaydi. Aksincha, menimcha, u undan ham xavfliroq yo'lni tanlashi mumkin. U Laylini o'sha kuni yana bolani sayrga olib chiqishga qo'yadi. Gozal esa biroz vaqt o'tgach ortidan chiqadi. Na Ali biladi, na Layli, na Daryo. Shunda keyingi uchrashuv butunlay boshqacha tus oladi. Daryo yana bolani bagriga oladi, Layli atrofga xavotir bilan qaraydi. Daryo sekin kulib, bu safar tez qaytaraman, deydi, ammo ko'chaning narigi tomonida mashina to'xtagan bo'lishi mumkin. Ichida Gozal, u hozircha mashinadan tushmaydi, baqirmaydi, hech kimga qo'ng'iroq ham qilmaydi, faqat telefonini ko'taradi va Daryo bolani bagrida ushlab turganini o'zi videoga ola boshlaydi. Menimcha, eng katta xavf ham shu. Avval Ali Layliga Daryoning videosini o'chirishni buyurgan edi. Endi esa videoni Gozalning o'zi yozib olishi mumkin va bu safar u suratni xotira uchun saqlamaydi. U uni kimdir bilan hisob-kitob qilish uchun saqlab qo'yishi mumkin.